Sanoat korxonalarining suvlarga ta'siri. Yerdagi suv zaxirasi. Okean va dengizlar yer shari yuzasining 70% dan ortig'ini qoplaydi. Ko'llar va daryolar quruqlikning qariyb 3% ni egallaydi. Quruqlikning 16 million kvadrat kilometrini muzliklar qoplaydi. Botqoqlar va botqoqlangan yerlar 6 million kvadrat kilometrni egallaydi. Bularning hammasi bizning planetamizda suv zaxiralari cheksizdek tasavvur hosil qiladi. Biroq chuchuk suv butun suv resurslarining 2% ni tashkil etadi va uning ko'p qismi Grenlandiya va Antarktidadagi muzliklarda to'plangan. Bu suvlarga insonning qo'li hali yetmagan. Bizning asrimizda suv sanoat xom ashyosi bo'lib, juda qimmatbahodir. Masalan, 1 tonna cho'yan olish uchun 300 kub metr, 1 tonna mis 500 kub metr, 1 tonna rezina va 1 tonna sintetik kauchuk 3500 kub metrdan 1 nikelga 4000 kub metr suv kerak bo'ladi. Baykal ko'lida 23600 kub kilometr suv bor bo'lib, u yer yuzasidagi barcha chuchuk suv zaxirasining 1/1 qismini tashkil etadi. Suv yerda organizmlarning yashashini va ular hayot faoliyati jarayonining rivojlanishini ta'minlaydi. Tirik organizmlar suvsiz yashay olmaydi. Suv hayvonlar va o'simliklar kataklari va to'qimasi tarkibiga kiradi. Katta yoshdagi kishi tanasining 60-80% suvdan tashkil topgan. Bodringda, salatda 95%, pomidorda, sabzida 90% suv bor. Tirik organizmning fiziologik ehtiyojini faqat suv qondiradi. Tirik organizm 19-20% suvini yo'qotsa halok bo'ladi. Suvsiz yer tuproqsiz va atmosferasiz tosh sharga aylangan bo'lar edi. Yerdagi iqlim va ob-havo ko'p jihatdan suv bo'shliqlariga bog'liq. Suv iqlim va ob-havoning g'ildiragi. Sanoat va maishiy ehtiyojlarga katta miqdorda suv sarflanadi. Sanoatda uning asosiy qismi energiya ishlab chiqarish va sovutish uchun ishlatiladi. Qayta ishlash sanoatida suvning ko'p qismi turli texnologik jarayonlarga sarflanadi. Eritish, aralashtirish, tozalash shular jumlasidan. Suv ta'minoti inson hayoti va yanada taraqqiy etishida muhim muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Mutaxassislarning fikricha, planetamizda suv tanqisligi yaqinlashmoqda. Bunda asosiy suv manbalari daryo va suzot suvlari deyarli tugaydi. Rivojlanayotgan mamlakatlarda aholining qariyb 90% quvur orqali uzatiladigan suv bilan ta'minlanmagan va yomon sifatli suvdan foydalanishga majbur. Yaxshi, sifatli suv eksport qilinmoqda. Masalan, aholisi 4 million kishi bo'lgan Gonkong maxsus quvur orqali Xitoydan ichimlik suvi oladi. Surunkali suv tanqisligi Tokio fojialaridan biridir. Butun bir mamlakat, ya'ni Jazoir, chetdan keltirilgan suv hisobiga yashamoqda. G'arbiy Sibirning yer osti okeanida qor, muz va doimiy muzlik o'lkasida ulkan issiq suv, tekin qaynoq va suv zaxiralari ochildi. Ulardan Tobolsk, Tyumen, Irbit va boshqa shaharlarni issiqlik bilan ta'minlashda foydalanish mo'ljallanmoqda. Grozniy shahri yaqinida isitish uchun yaroqli bo'lgan 110-135 gradus Selsiy temperaturali yer osti suvlari mavjud. Ko'pgina hayvonlar sho'rroq suvlarni ichishadi, ya'ni 1 litrida 6-7 grammgacha tuz bo'lgan suvlar. Suvda yodning yo'qligi odamga bo'qoqning rivojlanishiga, ftorning ko'pligi yoki kamligi, tishlarning ishdan chiqishiga olib keladi. Dengiz va okean suvlari, neft mahsulotlari, ayniqsa neft tashiydigan kemalar halokatga uchraganda, yadro qurolini sinash vaqtida hosil bo'ladigan radioaktiv parchalanish mahsulotlari bilan ifloslanadi. Suv havzalari kimyo sanoatining oqova suvlari bilan kuchli ifloslanadi. Suvni erimaydigan moddalar va tolalar bilan ifloslantiruvchi sellyuloza, qog'oz sanoatining oqova suvlari juda xavfli hisoblanadi. Issiqlik elektr stansiyalar chiqindilari suvni isitadi. Bu o'z navbatida suvni gullashga va hidining o'zgarishiga olib keladi. Yog'ochlarni oqizish ham suv havzalarini ifloslaydi. Ko'pgina hollarda kommunal manbalardan kanalizatsiya, hammom, korxonalar, kasalxonalar va boshqalardan chiqqan suvlar ham suvni ifloslantiradi. Suv havzalari kimyo sanoatining oqova suvlari bilan kuchli ifloslanadi. Atom sanoatining radioaktiv chiqindilari suv havzalari va odamlar hayoti uchun kuchli xavf tug'diradi. Suv havzalarini ifloslanishdan muhofazalash bo'yicha chora-tadbirlar. 1 kub metr tozalanmagan oqova suv 40-60 kub metr toza tabiiy suvni ifloslantiradi. Tozalangan oqova suv ishlatish uchun yaroqli bo'lishi uchun uni 7-14 marta aralashtirish kerak. Oqova suvlarni tozalashning quyidagi usullari bor: mexanik, kimyoviy, fizik-kimyoviy, termik, biologik va boshqa. Sanoatda suvdan juda ko'p foydalaniladi. Tarmoqlarda zarur ishlarning borishi uchun u xomashyo, issiqlik yetkazuvchi, erituvchi, zarur joyda kislorod va vodorod manbai, bo'yovchi,
tozalovchi, tashuvchi hisoblanadi. Suv o'z vazifasiga ko'ra eng zarur mineral hisoblanadi. Zero biosferada suv yo'q joyda hayot yo'q. Suv bor joyda, tuproqda mikroorganizmlar tirik hayot nishonasini ko'rsatadi. Suv shunday zarur mineralki, avvalo insonning hayotiy jarayonida u eng birinchi zarur narsalar turiga kiradi. Uni iste'mol qilishdan tashqari, o'ziga zarur oziq-ovqat mahsulotlarini ham suv bilan pishiradi. Tozalik, ozodalik ishlarida suv eng birinchi vazifani egallaydi. Bundan tashqari, suv tiriklik manbai bo'lgan o'simliklarning o'sib rivojlanishida ham asosiy o'rinni egallaydi. Bundan tashqari, sanoatda ham suv ko'pgina tarmoqlarda ish jarayonining borishi uchun ham asosiy ahamiyatga ega. Sanoatda suv sarfi juda katta bo'ladi. Shuning uchun uni tozalab, qayta ishlash maqsadga muvofiqdir. Suvdan tejab foydalanilmasa, olingan mahsulotlarning tan narxi albatta ortib boradi. Shu bilan birga suv orqali atmosferaga tashlanadigan zaharli moddalar miqdori ortib boradi. Ekologik muvozanat buziladi. Ichimlik suvining tarkibi toza va zararsiz bo'lishi va davlat nazorati standartiga to'g'ri kelishi kerak. Texnik suvlar ichishga yaroqsiz, ifloslangan bo'lgani uchun toza suvga nisbatan arzon bo'ladi. Oqar suvni tozalamasdan ichib bo'lmaydi, ammo qishloq xo'jalik ekinlarini bemalol sug'orish mumkin. Sanoat korxonalarida toza suv ko'pincha texnik suvga qo'shiladi. Bunga sabab suvning ifloslanganlik me'yorini bir maromda ushlab turish uchun suv me'yorini toza suv qo'shib saqlash uni tozalashga qaraganda arzon va oson tushadi. Korxonalarda suvdan qanday holda foydalanilmasin, isitiladimi, sovutiladimi, baribir suv bug'lanib, sochilib, tomchilab va boshqa sabablar natijasida yo'qolib, kamayib boradi. Mamlakatimizda suv bilan bog'liq munosabatlar asosiy qonun, qonun osti hujjatlari va shu bilan bir qatorda suv va suvdan foydalanish to'g'risidagi qonunga muvofiq tartibga solinadi.